Bu obzorimizda ikkinchi qismi. Bu ikkinchi tush Faberlic kompaniyasiniki. Modelирующий tush. Bu для ресниц главная роль deyilgan. Bu yana bu yerda yozilgani bo'yicha italyanskая formula, которая удлиняет мгновенно и подчеркивает одновременно. Ham uzaytirib beradi resnitsalarni, ham укреплять qiladi hamma resnitsalarni и мультикомплекс из морских и растительных компонентов для глубокого увлажнения и укрепления ресниц. Увлажнять qilib beradi va укреплять qilib beradi resnitsalarni. И протестировано офтальмологlar bilan подходит для тех, кто носит контактные линзы. Linza taqqanlarga ham bemalol tushadi ko'zlariga. И офтальмологlar ham советовать qilingan, o'sha proverkasidan o'tilgan. Bu yana Made in Россия, mana Faberlic kompaniyasi, mana bu yerda chiqqan datasi yoziladi. Hozir buni ochib ko'rsataman. Bu haligi ikkinchi nimamizda, qismda, o'sha ko'rsatganim, birinchi qismda ko'rsatgan edim. Vivian sabuni. Endi esa buni ikkinchi qismida yana сравнивать qilamiz. Ikkinchi tush bilan Faberlic kompaniyasini. Mana bunaqa chexolda keladi. Mana bunaqa o'zini chiroyli chexoli bor. Mana buni ham ochib o'sha testировать qildim o'zimni resnitsalarimga qo'yib. Shunaqa chiroyli idishda keladi. Mana qanaqa chiroyli, объемный beradi. Ikkitachkasi menga juda ham yoqdi. Потому что o'zimni bu ham firmenный Vivian sabuni tushlarini foydalanganman. Menga juda yoqmadi. Удлинять qilmaydi, объем bermaydi. Vivian sabuniki, bu Faberlic kompaniyasiniki juda ham menga yoqdi. Удлинять qilib объем berdi. Ham стойкий, ham effektivniy. Честный mana obzorlarimdan ham bu ham mana. Объем juda ko'ryapsizlar. Tush chiqishi ham juda ham qotiraveradi resnitsalarni va nima qiladi. Yaxshi yuvganda ham yaxshi ketmaydi, qiynalib, ko'zlar ham achib ketadi. Shuning uchun Faberlic kompaniyasiniki juda ham zo'r. Menga juda ham yoqdi o'zimga. Tavsiya beraman. Ikkala nimalari, tushlari zo'r ekan. Mana boshqa kompaniyalardan ko'ra hammaga tavsiya beraman.